بسم الله الرحمن الرحيم من عقيدة غامضة إلى وثنية سافرة chigal aqidadan ochiq butparastlikka وانتقل دعاة المسيحية إلى أوروبا بدافع من عندهم وقد شاعت فيها الوثنية السافرة من زمان مسيحي da'vatchilar Yevropaga o'z huzuridan bo'lgan bir dafi bir ichki turtki bilan Yevropaga ko'chishdi. وقد شاعت فيها الوثنية السافرة من زمان va mana shu Yevropada uzun zamonlardan beri ochiqcha butparastlik tarqalgan edi. وغاصت فيها إلى الأذقان va iyaklariga nima deydi sho'ng'ib ketgan edi. G'osa degani o'zi suvga cho'kishlik yoki ildiz otishlik shu ma'noda. Ildiz otishlik desak yaxshiroq bo'ladi. Va unda jag'larigacha ildiz otgan, ya'ni ichlarigacha ildiz otgan, iyaklarigacha ildiz otgan butparastlik tarqalgan edi. فكان اليونان وثنيين. Yunonlar butparast edilar. وقد تصوروا صفات الله في شكل آلهة شتى. Va mana shu Yunonlar Alloh taoloning sifatlarini turli xil olihalar shaklida tasavvur qilishdi. Dahatulaha tamathila, unga timsollar uyishdi. Va banaw laha ma'abida va hayakila. Va mana shu timsollarga ibodatxonalar va haykallar qurishdi. Falirrizqi ilahun, rizq uchun bir iloh, va lirrahmati ilahun, rahmat uchun yana bir iloh, va lilqahri ilahun, va g'alaba uchun ham yana bir iloh. وكانت رومية عريقة في الوثنية والتمسك بالخرافات. Rumliklar esa butparastlikda va xurofat, ya'ni ertaklarni tutishlikda mashhur edi. Ariqatun mashhur edi degan. وقد امتزجت الوثنية بلحمها ودمها. Va mana bu butparastlik ularni go'shtlariga va qonlariga aralashib ketgan edi. وجرت منها مجرى الروح والدم. Va ruh va qon tomirlarida oqar edi. وكان الرومان يعبدون آلهة شتى. Rumlilar turli xil olahalarga ibodat qilar edilar. فلما وصلت إليهم النصرانية وتنصر قسطنطين الكبير سنة 300 306 واحتضن الدين الجديد وتبناه وجعله دين الدولة الرسمية. بدأت النصرانية تأخذ الشيء الكثير من العقائد الوثنية والتقاليد الرومية والفلسفة اليونانية. Qachonki nasroniylik ularga yetgach, mana shu rumliklar, yunonlarga yetgach va 306-yilda Qistontin katta nasroniy bo'lgach va yangi dinni ihtodona degani o'z nima deb bag'riga olgach, ya'ni qabul qilib olgach va uni tabanna degani tabanna o'zi bola qilib olgach degani, ya'ni bu ham qabul qilish ma'nosida. Mana shu dinni qabul qilib olgach va mana shu dinni davlat rasmiy dini qilgach, nasroniylik butparastlik aqidalaridan, rumliklarni taqlidlaridan va yunonlarni falsafalaridan ko'p narsalarni ola boshladi. Ya'ni o'zi Yevropa butparast bo'lib ketgan edi. Yunonlarni o'zini falsafasi, rumliklarni o'zini aqida va har xil xurofatlar. Qachonki nasroniylik Yevropaga kelgach, mana shu nasroniylik mana shu buzuq aqidalardan biroz ola boshladi. Biroz emas, hattoki kathira deyapti. Ko'p narsa ola boshladi. Wadanu ilayha ruwaydan. Va mana shu buzuq aqidalarga, butparastlikka sekin-sekin yaqinlasha boshladi. وصارت تفقد أصالتها النبوية وبساطتها الشرقية وحماساتها التوحيدية. ونبوة asllarini va sharqiy soddaligini va tavhidiy zavqini yo'qota boshladi. ودخل فيها بعض المنافقين. Va unga ba'zi bir munofiqlar ham kirishdi. فطعموه بعقائدهم القديمة وذوقهم الوثني.
va o'zlarini eski aqidasi bilan va butparast zavqi bilan mana shu nasroniylikni emla boshladi. Ya'ni mana shu narsani singdira boshladi. ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيها النصرانية والوثنية سواء بسواء. ومعنى شو narsadan unda nasroniylik ham butparastlik ham tengma-teng bayon bo'ladigan bir yangi din ulg'ayib chiqdi. وكذلك سارت النصرانية الزاحفة الفاتحة على درب غير درب الذي سلك المسيح بها عليه ودعا إليه. وبostiruvchi fath qiluvchi nasroniylar esa Masih alayhisalom uni yo'l qilib tutgan va unga chaqirgan yo'ldan boshqa bir yo'lda yurishdi. Ya'ni Iso alayhisalom bir yo'lda yursalar, ular boshqa bir yo'lda yurishdi deyapti. Va kanat kasalika tariqin yadillu anit tariqi. Yo'ldan adashtiradigan yo'lda yuruvchi bir insondek bo'ldi. Nima dedi? Insonlarni yo'ldan adashtiradigan bir yo'lda yuruvchi insondek bo'ldi deyishdi. An qasdin aw g'ayri qasdin. Qasddan yoki qasdsiz deyapti. Ya'ni qasddan yo adashtirardi, yo qasdsiz adashtirardi. Mana ba'zi bir haqiqiy iymon keltirganlar qasdsiz adashtirar. Mana bu munofiqlar esa qasddan adashtirar. Fi g'alamil layli aytayaptiki, kechani qorong'usida, ya'ni kechani qorong'usida yo'ldan adashtiradigan, yo'lni tutuvchi, ya'ni yo'lda yuruvchi kimsadek. Fayuwasilu sayrahu ala tariqin. Va o'zini yo'l sayrini bir yo'lgacha, ya'ni o'zini yo'lini bir yo'lda davom etadiki, mana bu yo'l la yaltaqi bit tariqil awwali ila al-akhiri. Avvalgi yo'li oxiriga tutashmaydigan bir yo'lda ular o'zini sayrini davom etadi. Ya'ni shunaqa yo'lki, u oxiri yo'q. Ya'ni oxiri qayerga olib borishligi noaniq. Shunaqa bir yo'lga, ya'ni boshi oxiriga tutashmaydigan bir yo'lda o'zini sayrini davom etadilar. Mana bu tepadagi nasroniylar. ولهذه الحكمة الدقيقة التي لا يعرفها إلا من قرأ تاريخ هذه الديانة وصفهم الله بالضلال حين وصف اليهود بالمغضوبية. ومن شو دقيق bir hikmat uchun ham uni faqatgina diyonat tarixini o'qigan kimsagina biladigan daqiq hikmat uchun ham Alloh taolo yahudiylarni g'azablanganlik bilan sifatlangan paytda nasroniylarni zalolat bilan sifatladi. Xo'p. O'sha uchun mufassirlar aytadiki, nimaga dollin deydigan bo'lsa, bular ilmsiz amal qilishdi deyiladi. Mag'dub esa, yahudiylar, bular esa bilib turib amal qilishdi deydi. Ya'ni inson agar bilib amal qilmasa, yahudiylar kabi mag'dub bo'ladi, g'azab qilingan bo'ladi. Agar bilmasdan amal qilsa esa, u esa zalolatda bo'ladi. Xo'p. Faqala ala lisani muslimina va musulmonlarning tiliga ko'ra Alloh taolo aytdiki, ihdina siratal mustaqim. To'g'ri yo'lga bizni hidoyat qil. Siratal ladina an'amta alayhim. Sen ularga in'om qilgan kimsalarning yo'liga bizni hidoyat qilgin. G'ayril mag'dubi alayhim, ularga g'azab qilinganlarning yo'liga emas, va adashganlarning ham yo'liga emas. Mana shu yerdan mag'dubdan maqsad yahudiylar, dollindan maqsad esa nasroniylar bo'ladi. Va kadat fi zalika ma'satun li Uruba. Va ma'satun lil insaniyati allati qadatha Uruba zamanan tawilan. Va mana shu narsada Yevropaga achinish bor. Va Yevropa uzun zamon boshqarib kelgan insoniylik uchun, unga nima deydi, peshvo bo'lgan insoniylik uchun ham achinish bor. Ya'ni hozirgi Yevropaga ham va Yevropa o'zi qo'li ostida bo'lgan davlatlarga ham achinishlik bor deyapti. Va la tazalu musaytiratan alayha va mutahakkimatan fiha. Va Yevropa mana shu insoniylikni qo'lga kiritishlikda va unga hokim bo'lishlikda davom etyapti. Lillahi al-amru min qablu va min ba'du. Oldin ham, keyin ham ish Alloh taolanikidir. Amr Alloh taolanikidir.
Mana shunday qilib Iso alayhissalom mana shunday qilib Iso alayhissalom qissasini ham umumiy kitobimizni ham o'z nihoyasiga yetdik. Alloh taolodan bu darslarimizni manfaatli va davomli qilishligini so'rab qolamiz. Va agar biror bir kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, Alloh taolo o'zi ojiz bandasini kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.